Mana Gazabilo seximizdan sizlarga kechqurun video qilyapmiz. Bular 15 soat davomida shunaqa parlanadi bizning ishlarimiz. Hozir buni necha gradusda parlanayotganini sizlarga ko'rsatamiz. Shunaqa qilib o'raladi mana. Mana yozgi kunida ustidan chiqayotgan hovurni ko'ryapsizlar. Hozir mana yozning o'rtasidamiz. Mana shu issiqda ham g'ishtdan chiqayotgan par mana ko'rinayotgan bo'lsa, qanchalik ko'rsatib beryapti telefon. Hop, mana g'ishimizni gradusi. Hop, usti 60 gradus turibdi. Hozir endi buni ko'rasizlar. Hozir yana ham ichi juda ham darajada issiqmish. Buni qo'lni kuydiryapti. Mana gradus mana. Necha ko'rsatyapti mana. 65 gradus mana. Bu hali yana ham qiziydi bu. Ko'ryapsizlar, issiqligini qanchalik ko'rinyapti. Sizlar uchun mana kechikirganda ko'rsatyapmiz mana. 60 dan baland gradus. Mana parini ko'ryapsizlar mana. Shunaqa parlatiladi. Endi hozir buni yana ham ichini ko'rsataman sizlarga. Qanchalik shunaqa yaxshi tayyorlanishini o'zlaringiz bitta ko'rib olasizlar hozir buni. Mana yana par chiqishi mana. Mana orasini ochdik. Hop. Orasidagi issiqlik mana 70 gradus ko'rinyaptimi? 70 gradus qaynoqlikda. Bu yana ham kechasi bilan qiziydi. Mana pari. Havo harorati o'zi kunduzgi holatda ham mana 30 gradusdan baland holat turibdi. Havo shunda mana par chiqyapti, ko'ryapsizlar. Yoshlar xuddi shunaqa holatda tayyorlanadi. Bu degani sifatiga behijolat. Kachестволari zo'r. Telefonimiz ekrani ham parlanib qolyapti. Mana tekizlik holatlari. Shunaqa qilib parlatib tayyorlanadi. 15 soat shunaqa parda turadi bular. Qator o'rab qo'yganmiz. Shu holatda mana 15 soat shunaqa par yeydi va ertalabga gazabiloylarimiz tayyor bo'lib chiqadi. Mana par. Ko'ryapsizlar, mana yozgi kunida shunchalik par chiqyapti. Qishda endi tasavvur qilib ko'ringlar. Bular shunaqa tayyorlanadi akalar mana. Mana par. Bular hozirgi soatimiz mana 10 bo'lgan bo'lsa, kechqurungi ertalab 8-9 da quyilgan bu g'ishtlar. 12 soat, 13 soat bo'ldi. Yana 7-8 soat ertalab shu 8 gacha shu holatda turadi. 15 soatdan oshiq shunaqa parda turadi. Keyin haqiqiy chiniqqan, parda pishgan gazabiloy bo'lib chiqadi gazabiloylarimiz. Kesilishlari bunaqa mana avtomatik chiski liniyalarda tayyor bo'ladi. Endi kechasi yaxshi ko'rinmayapti. Sizlarga video qilay deb kechasi hozir ishxonaga keldim. Shu mana parlangan g'ishtlarning sifati zo'r bo'ladi. Akalar, telefonlarimiz videoda pastida bor. 33lik 550 70 70 dastavkalar kelishilgan holatda vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Agar shu YouTube dan ko'rib zakaz qilyapman desangiz, aka 10 qop kerak yoki 200 ming 250 ming so'm sizga chegirma qilib beramiz. YouTube dan ko'rib zakaz qilyapman desangiz agar aka. Yana boshqa videolarimiz bor. Profilimizga o'tib ko'ring. Yoqqan bo'lsa videomizga like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Instagramimizga obuna bo'ling, Turon Gazabiloy aka. Bu gazabiloylardan uy qursangiz, qishda issiq bo'ladi, uyingiz ichi, yozda salqin bo'ladi. Shunaqa issiqlik, sovuqlikni zo'r saqlovchi g'ishtlar bular. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar, sifatiga, kachestvasiga garantiya beramiz.